Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xonadonlaringizga fayz baraka o'zlaringizga. Tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2025-yil 10-noyabr ekan. 2 kvadrat mana marhamatga tayyorlashimiz kerak chuvalchang. Kimsanboy aka bizni YouTube'da videolarimizni ko'rgan ekan, chuvalchang bahayotganlarimizni bilgan ekan, ko'rgan ekan. Shuning uchun u odam ham qiziqib, men ham chuvalchang boqay degan ekan. Shunga telefon qildi. Hozir mana shu joylardan xudo xolasa chuvalchang tayyorlaymiz endi. Yaxshi joylardan ko'rib, yaxshi joylardan olamiz, zich joylardan olamiz. Mana chuvalchanglarimizni ham tayyorlab oldik. 2 kvadrat 4 ta banan korobkada. Zichliklari juda yaxshi, xudo xolasa. Endi bu yerda o'g'it sotadigan do'konga Abdug'apporga 5 ta mana 200 kilogramm biyagimiz olib ketyapmiz bir yo'li. Mana biyagimizlarimiz holati nihoyatda zo'r. Buni ham endi yo'l-yo'lakay berib ketamiz endi. Mana bu yerga eladik, bu yerdan soldik. Mana hozircha 1 tonna bu yerda ham qoldi. Endi sekin-sekin xaridorlar chiqsa, buni ham sotamiz. Naryoqda yana 5-6 tonna biyagimiz bor, tayyor. Qolgani bahorda bo'ladi endi, xudo xolasa. Sezon ham boshlandi. Mana biyagimiz so'raganlar ham bo'lyapti. Mana Abdug'appor do'koniga 200 kilo biyagimiz olib keldik. Topshiryapmiz mana. Mana marhamatga Kimsanboy akaga olib keldik. Marhamatga mana joylarni ham chiroyli qilib qo'yibdi. Bu Kimsanboyga AGMT ekan. Texnikumda chekada joyi bor ekan. Shu yerda mana Teplisani yoni. Teplisani yoni ekan, Teplisani yoni, Teplisada mana limonlar bor ekan. Shu limonlarga solgani biyagimiz o'zim ishlab chiqaraman debdi. Kimsanboyga joyda ham chiroyli Kimsanboyga mana hamma shunaqa qilib qilsa ekan mana. Joylar serap ekan, juda katta joylar bor ekan bu yerlarda. Mana yerlarga qilar ekan kelganchalik mana xudo xolasa mayerni tekizlab betga qilar ekan. Videolarimizni ko'rib qiziqqan ekan. Mana xudo xolasa olib keldik marhamatga. Mana chuvalchanglar tashlayapmiz. Voy bay. Ay mo qarang. Mo'ng qarang chuvalchangni. Mekkam yerga ham to'kilib ketdi. Bay chiroycha. Ha endi ovoramiz endi mayli. Qani, o mana ular ko'ring chiroyliligini. Ana o'rtaroqqa. O'zlari hozir mana quyoshdan qochib bular kirib ketadi. Ha, jon mana. Juda zo'r holatda keldi Kimsanboy aka. Mana qarang zichliklar. Mo'lar bari qarang tuxumlashga kelib qolgan mashina. Ha, endi. Mashinalar rosa tuxumlaydi mana. Shu oqlari mana tuxumlashga. Tuxumlashga kelib qolganlar mana. Tayyor. O mana qarang. Juda chiroyli. Xudo xolasa. Mana ular qarang. Mana bular bari tuxumlashga kelib qolgan katta chuvalchanglar ekan. Ko'rsam. Mana Kimsanboy aka juda chiroyli bo'ldi. Ishlarimizga, kasb-mikonlarimizga Xudoyim o'zi baraka bersin. Xudoyim. Qani Kimsanboy aka o'zingizdan bir duo qilib bering endi. Amin. Amin. Alloh ishlaringizga rivoj bersin. Salomat bo'laylik. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Sizni biyagimizda asakada ko'rib,
havas qildim. Mana bugun biz ham boshladik. ishlarimiz. Ertandan beri qarayman. Rahmat. Amin. Alloh. Allohu akbar. Ko'shnikonlarimizga baraka bersin Alloh.